Bugungi videomizda taksi faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarolarimizni MySoliq.uz ilovasi orqali o'z-o'zini band qilgan shaxslar sifatida ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tamiz. O'z-o'zini band qilish, ya'ni taksi faoliyati uchun o'z-o'zini band qilish juda ham oson amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni telefonimizga soliq ilovasini o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Soliq ilovasiga kiramiz, ya'ni ro'yxatdan o'tib kirgan paytimizda men avval ro'yxatdan o'tib kirganman, so'raydi, parolni teramiz. Parol terganimizda umumiy bo'lim ochiladi, menyuga kirasiz. Menyuga kirganimizda o'z-o'zini band qilish bandini tanlab, o'zimiz haqimizda ma'lumotni olamiz. Telefonimizga kod boradi, kodni tasdiqlab kirganimizda faoliyat turini tanlang belgisini bosganimizda yengil so'zi bilan izlasak yo'lovchilarni yengil avtotransport vositalarida tashish bandini tanlaymiz. Yashab turgan viloyatimiz, yashab turgan tumanimiz hamda yashab turgan mahallamizni bosamiz. Mo'ljalga istalgan birorta so'z hamda u joylashuvni yuborish belgisi ko'pchilikda o'chirilgan bo'ladi. Tugmasini bosgan paytimizda joylashuvni haqida yoqib qo'ygan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Belgilaymiz, rozilikni belgilaymiz va ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ro'yxatdan o'tishni bosganimizda shunaqa yozib chiqadi: yo'lovchilarni tashish faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya rasmiylashtirish sharti aks holda 10 ish kuni davomida keyin ushbu faoliyat turi siz uchun bekor qilinadi. Ya'ni nima demoqchi? 10 kunda ichida yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki davlat xizmatlari markazlariga shaxsan tashrif buyurgan holda ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'ladi. Ya'ni litsenziya kartochkasini rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Biz o'zimiz ro'yxatdan o'tkazganimizni tekshirib olishimiz uchun ma'lumotnomani olish tugmasi bosiladi. Yuklab olish. O'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tdik va ma'lumotnoma tayyor. Yo'lovchilarni yengil avtotransport vositalarida tashish bemalol 10 kun ichida borib litsenziya varaqasini olishimiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, videolarimizni kuzatishda davom eting, fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring.